Assalomu alaykum YouTube muxlislari. Sizlarni Fozil Mo'yo kanalida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Do'stlarim, kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib qo'yishni hamda videoroliklarga like bosib qo'yishni unutmang. Aytgancha, sizga kinoning to'lig'i kerak bo'lsa, opisiya va belgilangan kommentariyadagi Telegram kanaldan topasiz. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Agar siz tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Kino Massimo ismli bola va uning otasi bilan boshlanadi. Otasi yirik mafiya boshlig'i, ular yosh qizlarni sotish bo'yicha gaplashishadi. Massimo esa plyajda bir ayolni kuzatadi. Shu payt otasi inson savdosi bilan ishlashni rad etadi. Shundan keyin uni snayperda otishadi. Massimo yaralanib, otasi halok bo'ladi. Oradan bir necha yil o'tib, Massimo oilasi boshqaruvni o'z zimmasiga oladi va bankirlar bilan uchrashadi va ularga pullarini investitsiya qilishni taklif qiladi. Ammo ular buni rad qiladi. Ammo Massimo ularni qo'rqitib ko'ndiradi. Bu xonim esa Laura, u Nyu-York mehmonxonasida ishlaydi. Laurani hamkasblari befarqlikda ayblaydi, ammo qiz bu vaziyatdan ustalik bilan chiqib ketadi. Uyga ketayotganida uni yigiti Martin kutib oladi. Qiz yaqinlashishga urinsa ham yigiti unga e'tibor bermaydi. Massimo bankirlar bilan uchrashib uyga qaytadi. Samolyotda ozroq asabiylashib turadi, ammo stewardessa bilan ozroq sevishib qo'yadi. Stewardessa Massimoni sevib qoladi. Massimo yerga qo'nadi va ularni kutib olishadi. Martin va Laura Sitsiliyada dam olayotgandi va ular tunda bir partiyaga borishadi. Laura hojatxona qidirib Massimoga turtiladi va undan uzr so'rab ketadi. Ertasiga Laura yolg'iz shahar kezib aylanib adashadi va uni Massimo odamlari olib ketadi. Ertasiga Laura begona xonada uyg'onib, qo'rqib eshikni uradi, ammo eshik ochilmaydi. Ammo tunda eshik ochilib Massimo bilan ko'rishadi. Laura unga qarshilik qiladi, ammo Massimo u bilan 365 kun birga shu qasrda yashashini aytadi. Laura esa qasrga ko'nika boshlaydi. Bir kuni Massimo boshqa mafiya boshlig'i bilan uchrashuvga boradi. Laura esa ularni sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Klubda provokatsiya qila boshlaydi. Shu sababda ikkala yirik mafiya oilasi urushuv yoqasiga keladi. Laura o'zini yomon his qilib hushini yo'qotadi. Ertasiga Laura uyg'onadi va beligacha yalang'och bo'lgan Massimoni ko'radi. Yigit Lauraga bir joyga borishini aytadi va qizga tayyorlan deb qo'yadi. Massimo qizni kiyim do'koniga olib boradi va qimmat kiyimlarni xarid qilishadi. Laura yigitga oshiq bo'la boshlagandi. Laura ertalab Massimo bilan uyg'onib, keyin dush qabul qilishga kiradi va Massimo Laurani samolyotga o'tkazib, xavfsizlik kamariga bog'lab, unga tegajonlik qiladi. Qiz qarshilik ko'rsatmaydi. Ular Rimga yetib kelishadi. Massimo akasi bilan uchrashadi. Laura bo'lsa uni uyaltirishga harakat qiladi. Ular hotelga qaytib, Laura Massimoni xonasiga xalatda kirib boradi. Uyqusi yo'qligini aytgach, xonadan chiqib ketishga harakat qiladi, ammo xona qulflanib qoldi. Massimo bo'lsa vaziyatdan to'g'ri foydalanadi. Keyin ular klubga borishadi va u yerda mojaro chiqadi. Lauraga mafiyalardan biri tegajonlik qiladi. Massimo uni himoya qilib bittasini otib yuboradi. Massimo xavfsizlik uchun Laurani Polshaga yuboradi. U yerda Laurani dugonasi Olga bilan uchrashadi. Ular dam olishga chiqishadi. Shu payt Martin paydo bo'ladi, lekin Massimoni ko'rgach u ketib qoladi. Ertalab Laura barmog'ida uzuk bilan uyg'onadi. Massimo unga turmush qurishni taklif qiladi. Qiz rozi bo'ladi va Laura homilador ekan. To'yni Sitsiliyada bo'lishini rejalashtirishadi, ammo yo'lda Lauraga suiqasd uyushtiriladi. Mashina tunnelga kiradi va aloqa uziladi. Massimo yetib kelgach kech bo'lgandi. U Laurani abadiy yo'qotganligini tushunadi va shu yerda kino o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, agar videorolikimiz yoqgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qo'yib, videorolikka like bosib qo'yishni ham unutmang. O'z fikrlaringizni bo'lsa izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan xayrlashmaymiz, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha deb qolamiz.